oling dada. Va alaykum assalom. To'xta. Bu yoqqa kecha o'g'lim. Abbay dadajon. Xullas o'g'lim, ertadan zalga borasan boksga. Boksgami qiziqmayapman, qanday boraman? Men sendan boksga qiziqasanmi, yo'qmi deb so'ramadimmi? Demak borasan. Tez kir uyga, ustidan almashtir. Ertadan zalga borasan. Abduqodir Husanovga Toshkentda 2 yillik sovg'a qilishdi. Hamyurtimiz bugun O'zbekiston milliy Assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'g'lim bu yoqqa kecha. Ha dada, nima deysiz? Boks yaxshi bo'lyaptimi o'g'lim? Bo'ladi, yaxshi dada. Xullas o'g'lim, mana bu bola Abduqodir Husanov. Bunga futbol o'ynagani uchun gelik podarka qilishibdi. Mahallamizdagi Dilshod aka bor-ku, ana shuni gaplashib qo'ydim. Ertaga sana futbolga borasan. Boksga boraman, qanday futbolga boraman? Men sendan boksga borasan deb so'rayapmanmi? Ertadan futbolga borasan. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Baxtkecha o'g'lim. Boksga bordingiz, bordim. Futbolga bordingiz, bordim. Endi nima qilay dada? Shashkaga boraman yoki suzishga boraman. Hech nimaga qiziqasan deb so'rasizmi mendan? To'g'ri aytasan o'g'lim. O'zi nimaga qiziqasan? Raqsga qiziqaman deysanmi o'g'lim? Bo'pti, boshqa bo'yiga qaytib kelma. Men tushunmaysizlar o'zi dada. Курим и пьем,